Yana shuvali holati. Ochiq joyi umuman yo'q. Bu tarafdan proses ko'rinadi. Qaysi birini? Diametri ko'rsatgan etiklar qorong'ida ishlayapti ustaga mana. Shu holati yoriladi. Pul sig'mas bo'lib turibdi. Bitta bu yerimiz. Xuddi shu tarafda bu tomonda ham bor mana. Tomonda tekstil darajasi. Ba'zi barabar plan sig'maydi. İki versiyonu. Bir holat 2 metrelik pravila. Bu taraf. Bu tarafdan eşitte pul sayıdan joyi bo'ling. Bir mandan chiqaman. Qo'yin joyi tekis. Eşitte mana bir mandan ochiq turibdi. Pul sig'adi eşitte. Qo'yin joyi yo'q. Holatda. Holat. Tarafida holat yo'q. Mana bunday. Tivasi ham shu holat. Buning 3-qismi. Mana endi tortishgan joyi bor. Tortishib turganiga bir millar sig'adigan holatda turibdi. Pastida yo'q. Ularni qalin yuqori hisobiga qarab yegan holati. Uyning 4-qismi. Hozir voy tushib ketdi-yu. Tushib ketdi net. Netda mana bir millar ochilgan bu qalinlik hisobiga. Devasida yo'q. Swift yo'llar katta ko'rinishi mumkin. Kunduzgi holatda ko'rsangiz bu. Bu holat menimcha. Nima qilmaydi? Pul sig'adi nomiga. Shunaqasiga. Shoitlar mana qalin urgan sababli ularimiz tushib ketdi. Yangi holatda turibdi. Ustakana usta rekalar ko'chiryapti. Usta ko'chirib yuboring. Rekalar ko'chirib aqalarni qirib qo'yapti. Soat 20:46. Sizga bir ma'lumot berib yuboring. Necha yildan beri shu qilishingiz, qanchada o'rganganingiz? Shu chiqqandan beri shu. Sochlarim qora yaqinlashib. Oy. Bugun necha metr atkiz oldi sizga? Bugunmi? Bir o'zingiz necha metr oldingiz? Tarixxonada necha metr chiqadi? 16 metr. 16 metr. Bu yerda 10 metr. 10 metr chiqadimi, chiqmaydimi? Chiqmaydi ekan. 20 metr, 25 metrcha olishib istaganmiz. Saka